Hop, to'rada keling. Hop, kesinlar. Assalomu alaykum aziz mo'min musulmonlar. Bugun naqadar shodlik kunki, mana bu qadr kechalari o'tib, mana Ramazon sharifni hayitlari yaqinlashib, hamda mana bu 21-Mart Navro'z bayramlari ustiga bayram bo'lib, mana bugun bu Solijonobodga mana bu masjidlar qurilib, qancha harakat xarajatlar bilan shu joylar dunyoga keltirganlarni taqsirim duo qilib beradilar. Men aytadigan gapim, bir yosh bola tug'ilsa, go'dak tug'ilsa, odamlar mahallalardan qarindoshlari, urug'lari qulluq bo'lsin tug'ilgan kuni deb bir har narsalar sovg'alar olib keladi endi. Hali uydagi odamlarni shodlikka yetkazish uchun. Endi bu masjid ham yangi tug'ildi-da. Go'dakda bu har bir tarbiya qilish kerak endi. Nima bilan tarbiya qilamiz? Moddiyat bilan, avvalo duolar bilan. Shuning uchun biz mana 50 yil imomlik qilgan bo'lsak, etgan bo'lsak, mana shu eng kerakli narsa masjidlarda hamma narsaga ham. Albatta bu elni xalqni duosi va bergan homiylarni harajati bilan, harakati bilan gullab yashaydi. Shuning uchun bugungi shu masjid yangi qurilgan, tarbiyaga muhtoj, bu yerda endi bu narsalar tashkil bo'lmagan, bilavermaydi bu yerdagi odamlar. Shuni bildirib qo'yish ham ibrat, ham boshqa bo'lishligi uchun shu masjidni mana shu chirog'ini puliga men 1-2 million pul berib ketaman. Birinchi shu yerda bir Xudoning yo'lida shu masjidni taraqqiy etib chiroyli bo'lishligi uchun shu chiroqlarni yoqqanlarga. Yana mabodo yetmay qolsa aytaverasizlar, olib kelib beraveraman. Olib kelib beraveraman. Baraka. Yo'q, bu shu. Lekin buni o'rgatish kerak, ta'lim berish kerak. Masalan, quloq soling. Meni pul zavodim yo'q, pul ishlab chiqaradigan bir korxonam yo'q. Bu qayerdan topdinglar bu pulni demaysizlarmi? Shu ketyapsan to'ra dadamga ham, bu to'ra taqsim o'g'limni duo qilib qo'ying, qizimni duo qilib qo'ying deb birov 10 so'm, birov 20 so'm pul beradi-da. To'ylarda, yetmetlarda shunaqa tushib to'planib qoladi. Meni bir ikkita xotinim yo'q, boshqam yo'q, bundan yo'q, sarf qilaydisan. Nima uydalar nima qilaman endi? Shu Alloh taoloning yo'lidagi shunaqa masjidlarga berib ketaman-da. Lekin ko'p odam shuni gumon qiladi. Menga yozadi kommentlarda. Bu domla pulni bilib olinglar, o'rtoq kommentchilar, qiynalib qo'loq tutmaydi. Men topgan pullarni masjidlarga, domlalarga, hazratlarga olib beramiz. Qani masjid nimasi? Bismillahirrohmanirrohim. Bu hozir mana o'zlarimi Yo'q, sanamang, sanargan bu. Ikkita narsani bilib olaylik. Sana berganga Xudo sana beradi. Sanamay dersizdan Xudo sanamay beradi. O'shuning uchun peshilaring tirishib, undan so'rab o'tirmasdan, bir so'ming so'ramasdan ber, Xudodan so'ramasdan berib yuboraveradi. Inshaalloh. Bildilaringmi? So'radi mana tafsirdan eshitganman bu gapni. Bir odamdan so'rab, sen kambag'allik qanaqa qilib boy bo'lding desa, boy bo'lishni Xudodan o'rgandim. Qanaqa qilib o'rgandingiz? Xudo beraverdi, men ham beraverdim. U ham beraverdi, men ham beraverdim. U ham beraverdi, men ham berib boy bo'lib ketdim degan ekan. Tushundilaringmi? Taqsir shuning uchun mana shu masjidlar taraqqiy qilib Alloh berdi, xotog'alarim, qancha odamlar hammasini to'radadan gapirdilar. Endi o'zlari fi sabilillah chiroyli duo qilib bersinlar. Amin.